Beauty blend ichgan klientlarim qayta zakaz qilgan zakazlarim hozir buni ham kuryerdan berib yuboraman. Bu вообще zo'r narsa qizlar, bilasizlarmi? Shunaqangi nima yuzinglarda o'zgarish seziladi. Bitta pachka ichganinglardan buyon hozir semeyni qilib zakaz qilganlar. Bu yuzimizni titinlashtiradi, rangimizni ochartirib beradi. Dog'inglar bo'lsa, dog'larni ham ketkazib beradi, pigmentatsiyalar bo'lsa. Chunki bitta klientimda realni o'ziflarni, realni rezultatni o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Mana shu bitta pachka ichganlarda вообще effekti zo'r. Buni sostavida restovrol bor. Saxaryan indeksini, mana bu glukomitskiy indeksi yaxshilab beradi. Chunki buning sostavida o'sha fitalin, fruktoviy ekstrakt, restovrol bor. Restovrol degan narsani o'qib ko'rsanglar, bu juda ham organizmga kerakli bo'lgan narsa. Mana yuzimizni, sochimizni, tirnog'imizni, mana siyaniya ko'ja, rangimizni tiniqlashtirishda вообще zo'r effekt beradi. Ozish protsessida ham ichsanglar bo'ladi, chunki o'sha saxri bor klientlarga saxri normalashtirib beradi.